Salom hammaga. Keling sizlar bilan bugun pul haqida gaplashamiz. Pulni nima deb bilasiz? Qog'oz, metal yokida plastik ko'rinishidagi karta yokida his-tuyg'ularingizni boshqaruvchi buyum. Aynan shunday. Keling bugun sizlarga pulning bizning his-tuyg'ularimizga ta'sir qiladigan 3 psixologik jihat haqida gapirib beraman. Birinchi holat. Tasavvur qiling, sizga ikkita konvertda pul keltirilgan. Birinchisi qiynalib topilgan pul, ikkinchisi tasodifan yutib olingan yutuq, ya'ni kazinodan, lotereyadan, shunga o'xshash. Siz katta ehtimol bilan qiynab topilgan pulni yaxshilab sanaysiz, chunki bu qadrli. Ikkinchi holatdagi pulni esa katta ehtimol bilan do'stlarimga bugun eriyman deyishingiz mumkin. Ikkinchi holat. Tasavvur qiling, bugun teatrga 200 ming so'm pul ajratdingiz. Shunda pul yo'qolib qoldi. Pul yo'qolib qolganda tabiiy holatda siz teatrga borishni bekor qilasiz. Lekin tasodifan pul topib oldingiz, ya'ni bu pulga teatrga borishni mo'ljallayotdingiz, aniq borasiz. Chunki 200 ming so'm yo'q joydan kelib qoldi. Bu ham his-tuyg'ularingizga ta'sir qiladi. Bu effektni aqldagi hisob varaq. Ya'ni pul yo'qolib qolganda aqlingizni ishlatib teatrga bormaysiz, lekin o'sha puldan tashqari 200 ming so'm teatr biletini puli chiqsa, albatta borib kelasiz. Uchinchi holat, ya'ni bu achinarlilik psixologik jihatdan. Ya'ni sizda naqd pulda savdo qilayotganingizda sarf-xarajatlaringizni his qilasiz. Plastik kartada bo'lsa, plastik kartada bo'lgani uchun buni sezmaysiz ham. Bundan kelib chiqadiki, achinish hissi naqd pulda plastik kartadagiga nisbatan yana ham bilinadi. Keling xulosa qilamiz. Birinchi, yutuq effektida hamma pulni bir xil deb hisoblang. Aql hisob varag'ida esa unda ham umumiy pulni bir xil deb hisoblang. Topib olingani ham, aqldagi hisob varaqamingiz ham, yo'qotilgani ham. Uchinchi holatda achinarli hisobda esa plastik kartadanigini ham, naqd puldagini ham birdek his qiling. Video foydali bo'lgan bo'lsa, yana ham shunday videolar chiqaraman. Videoga like bosing, izohlarda pulni qaysi maqsadlarda ishlatasiz odatda yozib qoldiring va menga obuna bo'lganingizdan keyin YouTube'da ham qo'yaman. Qo'ng'iroqchani bosib qo'yish esdan chiqmasin.